Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 26 avgust, hafta kuniga chorshanba 2026-yil. Bozorimizdan obzorimizni boshladik. Hali klientlar kelishidan oldin, narsalar sotilishidan oldin bir qator obzorlar qilib beramiz, chiroyli qilib. O'zlaring bitta baho berasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlar uchun katta rahmat. Kimga qanaqa mebellar zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa mebel kerak bo'lsa bir-birlaringizni jo'natsalang manfaatli bo'ladi. Xo'p, birinchi obzor qiladigan narsamiz Ruminiya davlatida ishlab chiqarilgan spalniyimiz. Bu alohida bo'ladi. Xo'p, razmerlar 90 ga uzuni 1.90 bo'ladi. Albatta matrasning razmeri hattoki materialigacha radmi qoplanmagan. Bu yog'ochdan bo'lgan, taklanadi. Bu degani Damas mashinangiz bo'lsa ham sig'averadi, xudo xolasa. Keyin taklab chiroyli qilib yuklab berib olamiz. Matrasi ham ikki taraflama. Taylar shunaqa karkaz bo'ladi. Zo'r holatda turibdi. Narxi ikkitasi buni 2 million so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu stansiyasi tiniq turib, xudo xolasa behijolat kelib ko'rasiz ham bo'laveradi. Xo'p, bunisi yog'ochli, Toshkent mebel. Matraslari 90 ga uzuni 2 metr bo'ladi. Holatlari yaxshi holatda, matraslari ham oppoq bo'lib turibdi. Ortoped matrasda. Xo'p, bunimizning narxi 900 ming so'm qilib beramiz. Buni adashmasam 1 million qo'ygandik o'tgan safar. Narxini 900 ming qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Keng makonniki Toshkent. Bu ham alohida. Buni razmeri 90 ga uzuni 2 metr bo'ladi. Matraslari ortoped bo'ladi. Qoplab berganmiz chiroyli qilib. Xo'p, taylari ham shunaqa bo'ladi, yog'och bo'ladi. Yog'och banay bo'ladi. Xo'p. Buni ham narxi 2 million so'm. Albatta ikkitasi 90 ga 2 metr buning uzuni matrasi. Bu mustaqildan keyin chiqqan narsa, mustaqillikdan keyin. Bu mustaqillikdan oldin o'sha Sovet paytida chiqqan. 70-yillar atrofida chiqqan bu Ruminiyalik. Xo'p, bu narigi spalniyda sal to'qrog'i. Uni 900 ming qo'yganimizni bitta o'zdan baho berasizlar. Buni ham matrasi ortoped bo'ladi. Bunda ozgina sal nima deydi, shirakiri bor matrasida. Xo'p, bunisining narxi 800 ming so'm. Aloqaga chiqaveramiz. Xo'p, shunaqa spalniy garniturimiz faqat trimoska. Menimcha o'zi buni trimosi ham bo'lmagan. Sababiki shifoneri ikkita katta oynasi bor. Shuning sababidanmi menimcha tremos bo'lmasa kerak. Egasi uydan ham chiqmadi trimo. Xo'p, razmeri 1.70 ga uzuni 2 metr bo'ladi. Xo'p, ikkita tumbichkasi bor, shkafi ham kupeli. Vishilka, qo'shimcha polka. Vishilka qatori ham juda katta. Pastda oyoq kiyim terish uchun ham joylari bor. Hop, bu tomoni endi o'zingiz xohlagandek narsa terishingiz mumkin. Gul bilan dekoratsiya qilasizmi, kitob bilan xohlagan narsangizni qo'yaverasiz. Hop, bu tomoni polka qatori 1, 2, 3, 4, 5 ta polkasi bor. Hop, ichi ham chuqur bo'ladi buni. Hop, buni hali yeng og'ir narsa ko'tarmaydiganlar uchun mana bemalol ko'taradi, gullarni ham. Bunimizning narxini 3 million so'mga berib olamiz komplektcha. Aloqaga chiqaverasizlar. Agar shifoneri kerak yo spalniy kerak, siz ham aloqaga chiqavering, bo'lib beraveramiz. Albatta kelishilgan holatda. Hop. Shunaqa chiroyli ugaloyimiz bor. Hop, ugaloyimiz bu zakasnoy bo'ladi. Bu oddiychi emas. Chotki holatda o'tirg'ichlar mana. Vapshim zo'r holatda. Bu Andijonda Qumtepada ishlab chiqarilgan narsa emas. Bu zakasiya bo'lgan. Hop, 4 tali predmet, lekin kattasi hozir shu turishi 4.30 ga, uzuni 3 metr. Hop, endi bag'ini 2,5 metr qilib o'rnini almashtirsangiz, bag'i 2,5 metr, bag'i 5 ga yaqin bo'ladi. 480 mikin bo'ladi. Hali uyim katta desangiz ham katta kichik bo'ladi bu gal. Hozir bu kichikroq holati, bundan yana ham zo'rroq bo'ladi bu tomoni. Endi bu degani buni u tomon surib turib o'rtasiga qo'ysangiz yana ham uzunlashadi. 480 yo 470 bo'ladi. Shu galoyimizning narxini 2,5 million so'm qilib beramiz. O'zimiz obunachilar uchun, kuzatuvchilar uchun 2,5 million so'mga arzisa kerak menimcha. Zakaz qilsangiz materialini o'zi ham bitmaydi bu narsaga.
Hop, bu joylari akril. Bu tomonda taklovlari bor. Hop, haqiqiy zakazga qilingan narsa. Hech qancha ishlamagan, materiali ham toza turibdi, kiri, dog'i, yirtig'i yo'q. O'zidan bitta baho beraverasizlar. Xohlasangiz kelib ko'rib olinglar. Manzil Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Kirgili mavzesi. Haqida Pelikan desa ko'pchilik biladi. Hop, Italiya davlatida ishlab chiqarilgan stenkamiz nomi Liza. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Hop, razmerlari 320, balandligi yo 220 yo 230, lekin bunaqasi 320. Hop. Zo'r holatda bo'lib turibdi, faqat qilingan ish buni. Hop, shu qatorda orqa ko'zgu oynasi almashtirib berganmiz, sababi sinib qolgan o'zimiz aybimiz bilan. Ashayinisi almashtirib bergan, lekin sifatli oyna qo'yilgan. Chiroyiga o'z bitta baho bering. Hop, narxi buni 2 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Namangan, Andijon, Qo'qon, nima deydi? Vodiyga qat kirsa o'sha vodiy bo'yicha dastavkasi bepul. 100 kilometr bo'ladimi, 80 kilometr bo'ladimi farqi yo'q. Vodiychi bo'lsa bo'ldi, dastavkasi mutlaqo bepul. 2 million so'mga aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p. Endi keyingi qatorga o'tadigan bo'lsak, keyingi qatorda shunaqa sifatli shifoner sovet paytida ishlab chiqarilgan. Qancha deb qoldi shu shifoner sotilmayapti, egasi topilmayaptimi deymanda. Xo'p, polkasi, tortmasi bor. Endi ko'rayotganlar bo'lishi mumkin, shuning uchun joyimiz ozgina tor. Qator vishelka, tepasi отдельный bo'ladi, tumbichga hisobda ishlatsiz bo'ladi. Mana tepaning xonalari. Joy torligi uchun qatorda ocholmadim. Mana shu ikkita eshik vishelka bo'ladi. Narxi 700 ming so'm. Qiziqqanlar aloqaga chiqaramiz. Telefon raqamlarini videoda oxirida qo'yamiz. Xo'p, bu kompleks spanli garniturida buni kravatini bilan tumbichkasini sotib oldik. Endi shkafi отдельный, xohlasangiz trimosi bilan sotiladi. Holatlar chiroyli holatda bo'lib turibdi, ichki holatlari. Hop, bu tomoni vishelka qatori. Ichi ham katta, bunaqasiga ham katta bo'ladi ichi. Hop, bu qatori bo'lsa, ham vishelka, ham polka. Tepada bitta vishelka, pastda 3 ta tortma, bitta polka. Ha, bu tomonda bo'lsa, 4 ta polkasi, hattoki ro'molli deydiganlarigacha bor. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Razmeri adashmasam 230 yo 240 bor, balandligi 230 bo'ladi. Har bittasi shifonerda 1.15 yo 1.17 dan. Tepasi ham alohida bo'ladi. Uyga olib kirib joylash o'ta qulay. Bunga usta chaqirmaysiz, o'zingiz ko'tarishni bilsangiz bo'ldi. Kirib ketaveradi. Tepasi ham shunga отдельный bo'ladi. Xo'p, bunimizni narxini 2 million so'm qilib beramiz o'zimiz kuzatuvchilar uchun. Xo'p. Trimosini 200 ming so'mga berib yuboramiz, oynasini puliga. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Mahsulot Belarusyaniki. 2 million, Trimos 200 ming. Xo'p. Kupe shkafimiz 3 eshikli. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Pastda ikkita tortmalari bor. Balandligi adashmasam 220 chiqadi. Bunaqasiga 170 yo 160 lar atrofida. Telefon siz aniqini o'lchab beraveramiz. Hozir endi o'lchashingizdan chiqib qolibdi. Ichlarni ochib ko'rsatadigan bo'lsak, vishelka, tepada qo'shimcha polka bosh kiyimlar uchun. Hop, bizda endi borini aytiladi, aybini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu yerda ozgina shilingan joy, ozgina emas, endi shilingan joyi bor ekan. Egasi noto'g'ri ishlatishining oqibatida shilingan bu narsa. Eshik yopishib qolgan, orqasida nimasi shilib bergan. Biz tegmaydigan qilib to'g'ri joyladik. Hop, pastlari tortmalar ochilib yopilishi o'ta go'zal. Ikkinchisi ham. Hop, o'rta qatori polka bo'ladi. Chiroyli holatda 3 ta polkasi bor. Ichi ham keng, yaxshi holatda. Hop, bu tomoni ham xuddi shunaqa vishelka bo'ladi. Qo'shimcha polka, vishelka. Ichki holatlari yaxshi bo'lib turibdi. Hop, bunimizning narxini 1 million 200 ming so'm qilib beramiz.
eshikni oxirigacha yopmayapman, bag'i pastlar chunki. 1.200.000 so'mga arziydimi yo'qmi kommentariyada o'zingiz izohlarni qoldiringlar. Ma'lumot uchun bu Toshkent mahsulot, o'zimizning qo'lbola ishlardan bas. Yana bitta shkafimizni ko'rsatadigan bo'lsak, haqiqiy Toshkent original mahsulot bo'ladi. MDF bo'ladi. Xo'p, yuzi ham shifon. U kraska emas, shifon, haqiqiy original narsa. Xo'p, bitta, ikkita, uchta, to'rtta polka bilan jihozlangan bu qatori. Xo'p, o'rta qatori bo'lsa, vishilka qatori, qo'shimcha polka. Ichini ham kengligiga bitta ahamiyat beringlar, ma'lumot uchun mana. Ana ko'zlarni yaqinlashtirib olish uchun zo'r holatda bo'lib turibdi. Hop, yana bitta, ikkita, uchta, to'rtta polkasi bu qatorda jihozlangan. Shu shkafimizni olgan odamga o'zini zavodskiy tumchkasi bonus qilib qo'shib beriladi. Bunga pul olmaymiz. Hop, shkafimiz narxi 2.200.000 so'm, ikkita tumbichkasi bilan. Tumbichkasi kerak emas, siz va pul chiqarilmaydi, chunki uni bepul hisobida qo'shib beryapti. Shkaf o'zi arzon qo'yilyapti. Xolasiz qolsin, xolasiz oling, baribir 2.200.000 so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Naqshlariga ham bitta e'tibor berib qo'yamiz. Naqshimkorligiga. Xo'p, shunaqa raskladniy divanimiz ham bor. Buni bitta zo'r tomoni tagidan spalniy bo'lib chiqadi, ham orqasi yotadi. Xo'p, chiqishini eplansam ko'rsataman. Shunday bo'lib chiqadi. Material ichiga tushib hisob. Burada endi kamera har xil ketib, ikkita qo'l ishlatish kerak. Hop, bu chiqishi, spalniy bo'lishi ham orqa tomoni yotadi. Endi qancha yotqizdik. Bu qaranglar, bu haqiqiy divan. Hop, narxi siz o'ylagan narxdan arzon ekan, bitta like qizartirib qo'yasiz. Hop, 1.200.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Materiallar holati chiroyli holatda bo'lib turibdi, kiri, dog'i, yirtig'i yo'q. Kintiskalar chiroyli qilib qo'yilgan. Hop, telefon raqamlarimizni aytib o'tadigan bo'lsak, telefon raqamlarimiz 91 681 94 19. Qaytaraman, 91 681 94 19. Ismim Ulug'bek, aloqada o'zim bo'laman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.